man ajrashaman, o'zimni o'zim eplayman, bolamni ham eplayman. Menga erni keragi yo'q. Farhunda opa, ajrim barcha muammoga yechimmi? Voy, juda ham zo'r, og'ir lekin dolzarb mavzu. Keling, men buni bir mijozim misolida sizga tushuntiraman. Menga yaqinda bir mijoz murojaat qildi. Ayol kishi, u mana shu birinchi oilasidan norozichilik vaqtida men ajrashaman, o'zimni o'zim eplayman, bolamni ham eplayman. Menga erni keragi yo'q. Bunday hayotdan yashashdan ko'ra alohida ajralib yashaganim osonroq deb o'ylagan. Lekin biz ishlash jarayonimizda ayol shu narsani aytayaptiki, agar men bilganimda edi ajrimdan keyingi hayot bu darajada og'ir bo'lganini, men ajrashmasdim. Hozirgi kurashayotgan jarayonimda birinchi oilam uchun kurashsam, balkim oilamni saqlab qolarmidim deb aytayapti va pushaymonda. Men ayol sifatida bir narsani ochiq hozir aytib o'taman. Mana shu vaqtni, mana shu energiyani, mana shu harakatni baribir qilasiz. Shuning uchun ajrashgandan keyin qiynalgandan ko'ra, buncha energiya sarflagandan ko'ra, mana shu energiyangizni, mana shu harakatingizni birinchi oilangizni saqlashga sarflasangiz, balkim oilangiz buzilmasligi mumkin.